Assalomu alaykum o'rtoqlar, mana 15 dona qo'chqorimiz varis qo'zi. Bugun 23 noyabr. Başta 4 oy bo'ldi boqayotganimizga bilani. Ko'ramiz, qani bir 6 dona mayda-maydasini ayirdik. Где-то 55 kilo, 56 kilo, 57 kilo, 50 kiloligi ham bor. Mana bitta o'rtada kichkinachasi 50 kilo chiqdi. Shularni bugun bir bozorga olib chiqamiz, qani ko'ramiz, qancha foyda qoladi, qancha zarar qilamiz. Qanchasini sotdik, 30 dona olgandik. Halicha unaqa katta foyda qolgani yo'q. Ko'ramiz, bag'ini bugun olib chiqaylik qani. Hali bozordan ham videolar qilib ko'rsatamiz.